Siz filmni tomosha qilasiz va undagi aktyorlarga bog'lanib qolasiz. Lekin keyingi qismlarda ushbu aktyor bo'lmaydi. Bizning ro'yxatimizda almashtirilgan top 5 aktyorlar ro'yxati. 5-o'rin Liam Hemsworthni Henry Cavill o'rniga. Henry Cavill ketgandan keyin ko'plab muxlislar bu almashtirishni keskin tanqid qilishdi. Tomoshabinlar Hemsworthda Geraltga xos sovuqqonlik, karizma va past ovoz yetishmaydi deb yozishdi. Cavill ko'pchilik uchun haqiqiy oq bo'ri obraziga aylangan edi. 4-o'rin Hulk Mark Ruffalo Edward Norton o'rniga. Birinchi Hulk obrazini Edward Norton ancha jiddiy va qorong'uroq tarzda ko'rsatgan edi. Uning Bruce Banner ichida katta og'riq va xavf yashin turgandek tuyulardi. 3-o'rin Grindelwald rolida Mads Mikkelsen Johnny Depp o'rniga. Fantastik hayvonlar filmida Grindelwald obrazini avval Johnny Depp ijro etgan. Bu rolda juda g'alati, sirli va xavfli xarakter bergan edi. Deppning versiyasi tomoshabinlar orasida darhol esda qolgan. Ammo keyinchalik bu rol Mads Mikkelsenga berildi. 2-o'rin Don Cheadle Terrence Howard o'rniga Rudy rolida. Birinchi Temir odam filmida Tony Starkning yaqin do'sti James Rhodes rolini Terrence Howard ijro etgan, ammo ikkinchi qismda uni Don Cheadle almashtirdi. Birinchi o'ringiz qaysi almashtirishni qo'ygan bo'lardingiz? Qaysi biri sizga ma'qul bo'lmagan? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.